Galtaktaşa huzur dedik, reklamani işleydik. Ketib turganda. Joyimiz chiqdi xudo qalasa. Beroniy, Navoiy o'qiy, Tuyacha oldi. Sizlar ishda davom eting. Обязательно like'lar bosib qo'yinglar. Malxona, tovuqxona, qo'yxona, kladovka, ustaxona, ko'mirxona. Shu deb tushyapti. Arzon bering, bizning podpischilar aniq qoladigan deb aytdik-da, 55 ming dollarga ko'ndirdik. Bir etajli deb o'ylab qamanglar do'stlar. Mana kirish proxoshkining usti seli uzunlar. Uzun uzoq ketgapti. Sal. Yupirdim tiyi polniy mansardga taqlangan. Joyimiz shu daraja keyifli, hezitib yashayman degan odamlar uchun iyasi boshim tiniq deb taqlagan. Joyning kaptallarini, zileniy zona, gul atizedi, gullarni yeyib qo'yibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Yuzimlar qaraqatda, yuzimga salib turibdi. Polniy joyimiz, konditsionerlar qo'yilgan. UPS tok, transformatorlar qo'yilgan. Hech narsa qo'yib bilmaysiz. Eldilari polniy termoplita bilan fasatlar ishlangan. Bu yog'ining materiallarini turibdi. Tarazma eshigini o'zgartirib beradi. İçerideki yana bir kirishli proxoshkining eshigini o'zgartirib, fasatlarni remontlab beradi. Shunda joy polniy shumka, ha? Joy polniy utepленный. Hamma narsa utepленный etib ishlangan. Bu yerda qattiq suv qaratgan suvdan muammo yo'q, vodoprovoddan muammo yo'q, svetdan muammo yo'q, bu yerda gaz yo'q. Lekin gaz yo'q bo'lsa-da, hamma tomga pesh qurgan, boshqa etgan qishda hech qanday suqni boshqani his etmay kayfiyat deb yashaysiz. Ichkarining obzorini tanishing. Zakaz etilib turibdi 8,5 millionlarga. Proxoshkining ham eshiklarini ko'rsatib o'tamiz. Kirgan proxoshkimizning ham polniy eshiklar zakaz etilib turibdi. Haydagi eshiklar kirishimiz do'stlar. Kirishimiz katta pajarniy bor. Remontlarni ko'rsanglar bo'ladi. Material, ağaçlar zo'r materiallardan bastırılgan, o'zimiz yashaymiz deb atidor remontlangan. Wi-Fi'lar ham tushib turibdi bu yerda. Hamma xonaning poli podvali bilan, podvalli. Polning ostidan ham foydalansangiz bo'ladi, shifrning ustidan ham foydalansangiz bo'ladi. Ne foydalanadigan yer bo'lsa, umuman super plan bilan salingan joy. Joyda aziyatib yashaydigan to'g'ri. Eshiklarda ko'rsanglar bo'ladi, endi zamonaviy sifatli eshiklardan qo'yilgan. Kirishingiz Gungura pechlar ham qo'yilgan. Shunda bu narsalar bari qalami ya mebellar aptadi. Gilamlar bari ketadi. Ha, mebel ham edi. Shunda joy taqir joyning o'zini beradi-da. Boshladik. Pajarniy potda shunday akkuratniy kuxniy qalangan. Aha. Ko'rsanglar bo'ladi. Ha, Ariston. Narsasi bor do'stlar bu yerda. Hech qanday kamiz qoldirmagan qildi. Shu o'zim yashayman deb turib solingan joy. Pechning kirpishlarimi? Polniy ishlar. Shunda bir qizdirib yoqsa, 2 kun turib turadi, to'g'rimi? Молодец, ekonom deydi. Mehr bilan ishlangan. Eshiklar nereden kelgan bu eshiklar? Zamonaviy bu. Rushkaniki. Ha, молодец. Al. Kirishimiz koridor. Koridorga qaragan. Bir xona, 2 xona, 3, 4 xona koridorga qaragan do'stlar. 6,5 ga 4 mana shu bir xonamiz. Bu ham bir zal hisobida foydalansangiz bo'ladi. Konditsioner, gungura pechlar qurilgan do'stlar bu yerda. Patolog deytasizlar o'zlaringiz. Biz endi like'lar bosib qo'ysangiz, shunday joylar kerak bo'lsa, bemalol bizlarga telefon qiling, xudo qalasa chiroyli qilib, narxda sizlarga taqdim etamiz. Qancha pech bo'lsa, barisi agniporniy karish bilan ishlangan. Pechlar hamma narsasini qarshi zo'r etib. Mehr bilan ishlangan. Ketdik. Bu yoqda Детский. spalniy. Ko'rsanglar bo'ladi, 3 ga 4. Детский spalniyimiz. Ağaçlarning eng zakonidan bastırılgan. Qamışlarni qara, zakonib to'qim etgan, ha? Etdik. Qamış beri. Kattalar uchun spalniy. Bu yerda da Yağlı etkilgan. Uyning taqlanmayotgandan qaramaysizlar, uyda egalar yashamay yuribdi. Hozir reklama vaqtida kelib ochib net ko'rsatdi. Polniy patologlar hamma uteplit etilgan. Akva aynalar qo'yilgan. Katta zal ekan, ha? 6 ga 4 deydi. Ağaçlar ham ko'rsanglar bo'ladi, sifatli materiallardan qilingan. Maylab chiroyli, qo'rqib yemaydi.
Holdan itip chiqasizlarda ketdik. Chiqishimiz bilan sizlarni tarafimizda banyasi kutib oladi. Banyasi hozircha cho'rnay remontda turibdi, lekin materiallar alınib turibdi. Gipki mramorlari, dushovoy kabinalari, hamma narsasi tayyor. Bemalol kelib turib o'zingizning deydiğingizdagi remontlab olaverasizlar. Arqa yoqni ko'ringlar. Mazza qilib yashayman deysizlar. Отдельный tema, отдельный. Yaxshi, yaxshi. Утеплят, ertilgan, полный, krugovой. Bu tarafimiz chertakdan keyin yazdi, отдыхный zona, xalaganda planirovkada o'zlaringiz ishlab olaverasizlar. Bu yerda mana ko'rsanglar ichkaridan kanalizatsiyalar chiqqan, полный. Mana yerda da qalasangiz tualet, qalasangiz dush, livoy narsaga moslab fundamentlar quyilib turibdi. Gullar egilgan, yerga cho'p siqsangiz o'sib ketaveradi. Sababi nima? Gullar, mevalar полный, mevaga kirgan. O'sha yo'lakning fundamentlari ham quyishga tayyorlanib turibdi. Mana shu orqa yoqqa o'tish, yo'laklarning fundamentlarini полный mana quyishni boshlagan bo'lsa. Yüzüm, gül, berzat yega tutib turma. Shundan necha so'tdik bunav? 8 süt. 8 so'tdik buni. Yüzümlarni qarangda. Dahshat. Akosh. Joy kerak bo'lsa, joy sotaman desa bizga telefon qilaversin, ha? Sababini aytib ketdi. Sababini aytib ketdi, nechun ekan? Sababi arzon. Ha, arzon chiqaramiz, va Arzon chiqaramiz, prям ega bilan sotamiz. Aynen. Sağ olun. Buna plan ekan buni. Sizib taxlab qo'yibdi. Bari yetatin betoni Sementlarni tayyor, materiallarni olib qo'ydi. cho'chisiga beradi. Qo'shnilar zo'r, ha? Chegarasi mana iplar tartilib, o'sha fon yanday betonlarni quyishga taxlab qo'yibdi. Главный sazaq qoladi, главный. Atizlarni ko'rsanglar bo'ladi, joyda. Mana shu oq penoblokning bu tarafi. Agorat qilsa agorat. Tayyor o'zi. Materiallar ham tayyor. Prirodasi ham zo'r. Shahar shovqidan tashqarida ezitib kiyib ezitib yashayman degan odamlarga to'g'ri keladigan joy bu do'stlar. Gullar ko'rsanglar bo'ladi. Endi aslan bahor vaqtlari gulga kirgan vaqtda bu yerda yashayverasizlar. Bu yoq kuxnya ichkaridan bu yoqqa chiqishga planlab yozgi kuxnya, qishki kuxnya xullas qayta planirovkada ishlanib turibdi. Ishlar davom etib turibdi, ag'alib turib, izini davom etib ketaverasizlar. Vodoprovodlar bor. Yuqori manzilga tayyor xudo qalasa. Zal bor yuqorida. Bir zal bor, anag'i mansard. Shipirning tiyi mansard, ikkinchi etaj полный ulli bir zal. Telefon qilaversa bemalol. Narxini necha so'm deymiz? Narxi nima? Ha. Kelishib xalq asliga yetib qilsin. Iyasi 60 ming dollar deb turibdi. Ha. Kellani o'rtang deylik. Aha. Lekin 55 dan ham ustunda kelishtirib, tartishib, talashib, sizlar bilan qo'shilishib amallab shu iyasini ondan ham bahasini tushirishga ustunda harakat etamiz. Nomerlar pastga qo'yamiz, bemalol telefon qilaversin. Ha, aytdik, maktab, suv, bog'cha hamma narsa yaqin. Nomerni qoldiramiz. Xudo qalasa o'zimiz akilamiz. Klientni kuzatishga davom eting.